Qoidalarni mensimaslik bu nafaqat o'z hayotiga, balki atrofdagilarning taqdiriga ham befarqlik bilan qarash demakdir. Yo'llar xatarga to'la bo'lgani uchun har bir qoida inson xavfsizligini ta'minlash uchun joriy etilgan. Qoidalarga rioya qilmaslik esa turli baxtsiz hodisalar va fojialarga sabab bo'lishi mumkin. Bir lahzalik e'tiborsizlik butun umrlik afsusga aylanishi hech gap emas. Hayot hammaga ham ikkinchi imkoniyatni beravermaydi. Joriy yilning 10-mart kuni Kia K5 rusumli davlat raqam belgisi 50B700FB bo'lgan transport vositasini boshqarib ketayotgan haydovchi tezlikni me'yordan oshirib, yo'l patrul xizmati inspektorining to'xtash ishorasiga bo'ysunmay harakatlangani aks etgan video tasvir ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalib, haqli e'tirozlarga sabab bo'ldi. Holat yuzasidan Namangan viloyat ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan olib borilgan surishtiruv ishlari natijasida videoda aks etgan avtomashina fuqaro Xoldar va Umida Ulug'bek qizi nomiga rasmiylashtirilgan hamda ushbu transport vositasi turli vaqtlarda boshqa shaxslarga boshqarish uchun berilgan va bu holatlar bir necha bor qoidabuzarliklarga sabab bo'lgan. Fuqaro Xoldarovaning ukasi Xoldarov Otabek tomonidan 2025-yilning iyul oylarida avtomashina Abdullaxon Latifjonovga boshqarish uchun berilgan hamda fuqaro Latifjonov 22-iyul kuni ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan holatni Toshkent shahar ko'chalarida sodir etgan va haydovchiga nisbatan yo'l patrul xizmati inspektorlari tomonidan shu kunning o'zida bayonnoma rasmiylashtirilgan. 2025-yil 11-dekabr kuni Jinoyat ishlari bo'yicha Yakkasaroy tuman sudi tomonidan avtomashinani boshqargan shaxs O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 127-moddasi 2-qismida nazarda tutilgan huquqbuzarlikni sodir etgan deb topilib, unga shu modda bilan bazaviy hisoblash miqdorining 2 baravari miqdorida jarima jazosi tayinlangan. Shuningdek, 2025-yilning avgust oyida ham fuqaro Xoldarov opasiga tegishli avtomashina boshqaruvini yana bir tanishi Behzod Isomiddinovga topshirgan. Mazkur shaxs tomonidan sodir etilgan qoidabuzarlik holati ham video tasvirlarga olinib, ijtimoiy tarmoqlarga tarqatilgan va ushbu holat yuzasidan 2025-yil 26-avgust kuni Jinoyat ishlari bo'yicha Namangan shahar sudi tomonidan haydovchiga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 128-moddasi 2-qismi, 128-10-moddasi 1-qismi, 127-moddasi 2-qismi va 135-moddasi 2-qismida nazarda tutilgan huquqbuzarlikni sodir etganlik holat yuzasidan ma'muriy ish ko'rib chiqilib, huquqbuzarga nisbatan 10 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlangan. Bundan tashqari Xoldarov Otabekka ham Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 127-moddasi 2-qismida nazarda tutilgan huquqbuzarlikni sodir etganligi uchun sud tomonidan bazaviy hisoblash miqdorining 3 baravari miqdorida jarima jazosi tayinlangan. Qoidabuzarligi uchun berilgan jazolardan tegishli xulosa olmagan shovvozlar bu gal ham ayni shu transport vositasini yuqori tezlikda boshqarib, harakat xavfsizligini ta'minlay olmay, joriy yilning 3-mart kuni soat 21:45 chamasida Davlatobod tumani hududidan o'tgan Farg'ona halqa yo'li D105 avtomobil yo'lida yo'l transport hodisasiga uchragan. Tezlik tormozimiz ishlamay qolgan. 400 salbiga urildi. O'sha mashinada avariya bo'ldingiz yana? O'sha mashinada. Oldingi videoda chiqqan mashina bilan, demak avariya bo'lgan mashina bitta. Bitta. Xulosa oldim, pushaymon bo'ldim. Ishtimay ko'z ochildi endi bu safarga. Ko'zimiz ochildi, pushaymonmiz. Uzr so'raymiz. O'sha yoqqa kelganimizda tezlik bordi ozgina. To'g'rimi istamasa qoldi. Power to'lamasa istarib ko'rdi. Tezlik necha qo'ygan? Tezlik 100 da o'sha. Hech kimga tavsiya qilmaymiz o'sha tez yurishni. Bu yaxshilik olib kelmaydi, bu tez yurish oqibati. Bitta ushtamizda oyoq singan, og'ir ahvolda. Prava bilan haydash kerak o'shani. Men bez prava haydaganman. Shu ayolman. Hech kimga tavsiya qilmaymiz. Ushbu holat barcha haydovchilar uchun saboq bo'lishi lozim. Avtomashinangizni haydovchilik guvohnomasi va tajribasi yo'q shaxslarga aslo topshirib qo'ymang. O'zingiz esa yo'l qoidalariga amal qiling. Qoidalar sizning va boshqa harakat ishtirokchilarining xavfsizligi uchun joriy etilgan. Shunday ekan, uni mensimasangiz va buzib harakatlansangiz yoki mablag'ingizga yoki joningizga ziyon yetishi mumkinligini unutmang.